Yana Vortex. Bunga videomizda oldingi videoni davomini qilamiz. Qolgan joyimizdan davom etamiz. Bu videoda station yasashimiz kerak edi. Keyin qarasak taxtamiz qolmabdi. Shuning uchun oxirgi taxtani ham oxirgi doskaga aylantirib ovqatlarimizni pishira olmasak bittadonni jonimiz qolgan. Zapas toshuncha yig'ib turamiz. Cheat yoquvligini cho'tni cheatni ishlatmayman deb aytuvdim o'zimga. Imkonlab sekin regeneratsiya qilamiz xolos. Bitta semitarkan hozircha. Zombilarni ovozi eshitilib turibdi tashqaridan. Hali beri kechqurun ertalab bo'ldi. Hop. Yashashimiz uchun nima aytmayapti hozir? Shuncha bitta ko'ramiz. Mana shu station. Oddiy dubovoy mana bitta dubovoy brevno iyda blank bitta degan narsa yetmayapti. Endi uni yashadik. Endi oddiy dubovoy nima do'st nima deydi buni? Qancha oddiy nima olsa bo'ldi. Mayli brevno. Bu nima beradi? Slime Tinker Construct. Bitta o'rin beradi, lekin nima qilib beradi? Ipimiz ko'p. Shuning uchun yasaveramiz. Bittani o'zi yasab ham qo'yish kerak qoladi. Mantiq shersiya so'rasiya bo'ladi, lekin yetmas ekan. Ikkita dona yetmayapti. O'ttiz nima yasaysiz? Kitobni chitlab qo'yishim. Mana buni ko'rsa bo'ladi mana. Durability 1.5, mining speed 3.5, attack damage 1.5, trade summoner nima deganini bilmagan ekan. Bunda durability 0.9%, mining 0.65, attack damage 0.85. Bunda ham summoner trades nimadir? Summoner nima deganini bilmayman. Lekin bilish kerak keyinchalik. Perochga kirgan hozircha shuning uchun. Nasib tomoqchi edim. Hop. Bu mod yanada o'rganishimiz uchun nima qilsak bo'ladi? Craft hamma narsasini ko'rib chiqsak bo'ladi. Men o'zim ko'rib bo'lganman, lekin sizlarga ko'rish uchun bu Tinker o'zini nimalari mana brick block, mana shu brick blockni o'zi nimasini olishni bilsanglar kommentariyga yozaverasizlar. Chunki men uni topolmadim, craftini menimcha pechkada nimadir isitgan holatda chiqadi. Men bilolmadim, shuning uchun kommentariyga yozaveringlar bilsanglar agar. Cobblestone brick seared oddiy kirpichga brick qo'shamiz. Seared brick bu glass block vanchani lavani tanki yoki shunaqa oskol prizmatik. Menimcha bular ishlatilmaydi. Dekorativniy bo'ladi. Mana craftlarga kerak bo'ladigan cobblestone bilan brick block, mana bu glass block ham kerak bo'ladi. Ishlatiladi demoqchi. Bu yerda o'sha slime sling yana tepada qanaqadir brenya kiyimni bor ekan mana. Goggles ochkili. Nimaligini tushunmadim. Hali yasab ham ko'rmadim, lekin bitta travels vest pants, travels nimadir bor. Mana bitta iPhone Express on impact when tough.
tushunmadim bu nimaligini, lekin men buni ko'rishim bo'yicha ninjani narsasi bor, o'shanga o'xshataveraman. Global inglizini yaxshi bilmayman. Quvars otib damage nima qiynayapti. Demak, u оружие qanaqadir. Qiziq grafikda o'zlashdi, pastroq tushganim dedi. Mana bu tank nimagadir kan deyiladi. Lekin bu lavani nimadir solinadi tank. Mana bu yoqqa lava solinadi, adashmasam. Using molten metals. Temirni solib mana shunda eritamiz va bunga mana bu blank paper uni o'sha narsasini yozamiz dedi. Keyin bu yerda erib turadi o'sha metallarimizni. Keyin quyib o'shanga nima qilamiz. Ha bu yerda iron tinker's anvil, diamond. Shunaqa narsalar men uni hali kreativda yoki shunaqa qilib ishlatib ko'rmadim hali hech qayerda. Shuning uchun ertalab ham tan narsalarni olamiz dedi, ketib suramiz bu yerda. O'z Tinkers narsalarni ishlataman dedim. Men oddiy Minecraftda nimasini ishlatmayman dedim. Endi boshqa iloji yo'q. Yana ozgina o'g'irlamiz. Endi keyingi tungacha to'xtatib turamiz craftimizni. Aylanib tezroq joy topib uy qurishga o'sha yerda birinchi nimamizni qurib turib asosiy bo'ladi. Bitta qo'y ko'rganda buni kravt yasolsa ham yaxshi bo'ladi. Ipimizni qo'ychini ketkazamizmi yoki shunaqa yerga yurganmiz? Menimcha mana bunday yasasi yaxshiroq. Hozir craftga bir ikkitami kerak, har bitta instrument yasash uchun. Yani onun bırak düzen kedir. Bir yaxshi. Kanalga obuna bo'lasiz, like bosamiz. Keyingi video chiqishi uchun 50 ta 100 ta like bosib motivatsiya bo'ladi tezroq video chiqarishga. Nima bu? Valot o'rab turibdimi? Qo'lim nima bo'lib qoldi? Nimadir yoqmayapti boru biyom. Valotni polni o'rab turibdi menimcha. Yana o'sha bagmi qotishdanmi? Qotishdan deb o'ylayman. Yotganda chiqib qaytarib yuboradim, bilmayman. Trustning bitdi, shakar qamish ko'p ekan bu yerda. Hozirchalik olmaymiz deyman-da, keyin kerak bo'lganda qidirib emas. Menimcha mana bu o'zi o'rmonga chiqib ketamiz, chunki yoqmayapti bu yoq. Bitta qishloq topasi o'sha yoqqa jitlarni qamab qo'yib shu yerda yashayveramiz. Agar temir ko'p kerak bo'lib qolsa, temir fermani qurib, yaxshigina temir ishlab, temir fermani bir marta qurib ko'rganman, lekin u vaqti umuman ishlashni ham xohlamagan. Nimaligini umuman tushunmaganman. Qurgim ham kelmaydi-yu, tavakkal qilib ko'ramiz. Bedrock bo'lgani uchun boshqacharoq quriladimi bilmayman. Voy nima bu? Voy temniy les voy. Temniy les yoqmaydi menga, yoqmaydi. Kattagan o'rmon bo'ladi. Tugashi ham qiyin-da.
Nechun Abshakvich. Manba valyuta ham katta valyuta ekan. Tushunmadim mana o'zi. Mana 3-qo'y. Ey, jo. Bu o'rmonni aylanib o'taman. Yaxshi mana Blade'ni sad bo'lmadi. Bilishlar yangi versiyalarda keyingi versiyaligi ham qolmadi menimcha u versiyani. Blade'ni sad nima shunaqa deydi. Xuddi mana shu qora daraxti просто oqi. Bilishlar oxirgi versiyalarda o'ynagan bo'lsalarni ko'rib topgan bo'lsanglar kerak. Vijivani shu zerikarli bo'lib ketyapti. Просто aylanib yurib qurishga joy topib. Agar mana valutniy biyomdan tashqarida spam bo'lganimizda ham hammasi yaxshi bo'lardi. Biologiz yes, menimcha mashda ili shansi ko'p bo'lishi kerak, tushish shansi yoki o'zini yellow sabdi boshqachaga o'xshagan o'tlari bor. Minecraft'da o'zida Minecraft'ga boshqacharoq o't ko'rinishlar. Agar o'sha o'tdan shans ko'proq bilmayman, menga shunaqa tuyuldi. Ham o'rmon ichidan ham yurib bo'lmaydi. Uning ichidan bir adob, uchun ustidan yurish juda yaxshi. Shek otdi o'rmon ekani. Savol. Shek quramiz ham shuni territoriyani tozalab, ili boshqa joy qidiring. Kommentariy yozasizlar. Boshqa joyga ketiraman, agar kommentariy yozsanglar qaytib keling deb qaytib kelib o'sha quraveramiz. Men unaqa qaysidir o'rmonni tozalab qurmaganman. Agar kommentariy yozsanglar qilishga harakat qilamiz. Agar adish bo'lmas. Bu nima ham tugamayapti o'rmonlar. Men slishkim ochuv joyi ham uncha yoqmaydi. Normalniy kattalikda o'zi voy jaral. Mana bu kratermidi nima deydi buni? Kratermidi? Kommentariyaga yozaveringlar. Brawl Stars bo'yicha agar o'ynasanglar, bu videoni ko'rayotganlar, chunki men YouTube kanalida ham Brawl Stars ham Minecraft FK Mobile ham bitta video qo'yganman. Agar Brawl Stars o'ynasanglar, nima qilsanglar, klubinglar har sezon har megabitda full bo'ladigan klub bo'lsa, klub tagini kommentariyaga yozib qoldiringlar, qo'shilaman. Kam 61.800 dan oshgan. Liga o'sha klub qidirib yuribman. Klub aktiv klub chiqmayapti poisklardan. Ham to'plarda qarasa ularda faqat kubkasi zo'r, aktivi past. Shuning uchun klubinglar bo'lsa, megabit full 1 million plus kubka bo'lsa yozaverasizlar. Obuna va like tugmasini bosinglar. Hammaga xayr, keyingi qismlarda ko'rishguncha hammaga xayr.